Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 102. saniyeli görüşmelerini kızgın karşıladığımız ben Abdullah Yalqın. Kadirlik görmelerimiz uzun zamandan buyon devam kılıbatkan programımız Allah'ın rahmeti bilen yana devamlaştırıyordumuz. Her bir Müslümanın hayatımızda çokum roşan delil ispat üstüge düşünüşümüz gerek boğan temalarını ayrım tema şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Allah subhanahu ve taala söylengen bütün bu derslerdeki her bir turdanlarga layık ravishda onu to'g'ri tushunib amal qilish ne'matini ato qilishini Allohdan so'raymiz. Programımızdan daimlik aziz mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston o'limalar birligi shundoq dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz tunugun e'lonimizda bergandek iymonning ta'sirini qanday oshirg'ili bo'ladi temasi paranglashganligimizni dedik. Albatta bu o'tgan sondagi 101. sonimizdagi musulmonning o'lchimi qanday bo'lish kerak degan temamizga shuning davom etishgan bo'ladi. Hargizmi o'tgan biz temamizda bir musulmonlikning islomniki men musulmon deb qo'yish bilallam tugamaydiganligi chuqum aktiv har sohada şunun taqazzası bo'yicha o'zimiz aytgan bu iymonning taqazzası bo'yicha amal qilishning intayin muhim ekanligini bo'lmasa hech bir meva olmaydiganligimizni degan tuqamda. Bugun shuning davomi shaklda o'ltiribmiz. Kirib ketsak programmamizga ustoz oldi bilan shu iymonning ta'sirini qanday qilib kuchaytirib bo'ladi degan savolni kiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. İnsan bu dünyaya yaratkuş Allah tarafından bu dünyanı güllendiriş, ıslah kılış, bu dünyanın ki baylıklardan ve nazu nimetlerden doğru şekilde faydalanış, şununla bu dünyanı doğru idare kılışka teklif kılınan. Bu büyük bir maksat, mukaddes bu vaziyet için elbette bir bölük süpetlerninki, bir bölük ölçemlerninki, yani şartlarının tepilişi bu tabi ahval. Yukarı kadar bu ulu mukaddes vazifini ada kılış için gereklik boğan ölçem ve şartlarninki en mühimlerinin birisi, yani en beşi turduğunu samimi iman. Canlıq iman. Hoş. Şuna boğan vaxtda insan Allah tarafından teklif kılınan, yani yüklengen bu vazifini ada kılalaydı. İman insan canlıq boğan vaxtıda, samimi boğan vaxtıda, aktif boğan vaxtıda bu insanın şəxsi hayatıda ve ictimai hayatıda güçlük təsir göstəriləydi ve vəzifəsini ada qilishqa güçlük dərəcədə yardım verəliydi. Yani bu iman degenimiz Müslümanğa nisbətən, yani iman etqan kişilərə nisbətən bu aqıllıq bir insanın ki ruhinin, aqlının ve cisminin bir parçası. Hoş. Aklından mı ayrılanmaydı imandan, ruhidan mı ayrılanmaydı, vücudu da, fikirde, tasarrufu da, işaretle hiç kadar bir tarafı ayrılanmaydı. Bu insanın ki kan kanıga sınıp ketken bir ruh. Bu iman insanın bu dünyadaki vazifesini ada kılışka yardım verdiğin ve doğru yolu yüzden durduğun, türtki olduğun, güç ata kıldığın en güçlük amil. Lakin bu yerde talep kılınatkan iman, kandak iman. Bu yer talep kılınatkan iman kalpten çıkan, yürekten çıkan iman. Samimi boğan iman. Şekilvazlık, yani işgüzlülük yok, samimi boğan. Ve her sahada emeli iş hareketi arkalık ispatlap doğan iman maksat kılın. Hoş. Yürekten çıkan ma vakara fil kalb diyen boyunca. Samimi boğan, iman samimi, işgüzlümçilik, ya ki cemiyet kartta, ya kişilerin yolunuşu kartta,
yili 10'gacha yil solchi bo'lgan emas. Iymon aytgan bo'lsa, samim bo'lgan va har soat kishi harakati. Bu yerda har soatning doirasi ekan. Dehqonchilik qilsin, baqqallik qilsin, dukkan ochsin yoki ilmiy ish bilan shug'ullansin yoki qaysi bir ish bilan shug'ullansin, iqtisodiy siyosat bilan bo'lsin. Iymonning taqozosi bo'yicha harakat qilgan iymon bu insonning shaxsiy hayotiga ta'sir ko'rsatadigan, ijtimoiy hayotiga ta'sir ko'rsatadigan, dunyoga qarshi ta'sir ko'rsatadigan, eng muhimi bu dunyoga yoritilish vazifasiga asos soladigan iymon bundan iborat. Xo'sh. Agar bu yerdagi iymon bu yuqorqidek samim bo'lmasa, aktiv yoki ruhliq bo'lmasa, qanday iymon bo'lsa, uylik iymon bu. So'g'uq iymon bu. Buni harorat keltirish uchun, harakat holati keltirish uchun nurg'un zaman ketadi, nurg'un vaqt ketadi. Agar bu iymon jonli bo'lmay qolib qolsa, bir shakli yoki shaklvaz musulmonlarchilikniki qatoridagi bir jonsiz iymonga aylanib qoladi. Iymon insonning bu dunyodagi vazifasini ado qilish uchun to'g'ri yo'l yuzlantiradigan qo'rg'ondan iborat. İnson bu iymon qo'rg'oniga kirsa, hayot to'g'ri ravishda ma'lum. To'g'ri doirada harakat qildi, ozg'unlikdan, xato ishlardan saqlanib qoladi. Agar uningga bir dard alam kelgan bo'lsa, umidvorlik ato qildi bu iymon. Allohga ishongan iymon hargizmi ummisi bo'lib yo'qolib ketmaydi. Agar biror sohada ojizlashib qolgan bo'lsa, uningga ma'naviy kuch ato qilgan qalqondan iborat. Ma'naviy kuch bilan yana bu inson harakatlanadi. Agar bir xil sinoqlarga, qiyinchiliklar duch kelgan bo'lsa, va man yattaqilloha yaj'allahu makhrajan degan oyat hukm bo'yicha Allohga sig'inish, iltijo qilish orqali chiqish yo'l topadi. Lekin bu iymondan shart yuqori deganimizdek, aktiv iymon, harakatchan iymon, faoliyatchan iymon bo'lishi lozim. Xo'sh. Bu iymon inson har qanday vaqtida Allohga bog'lab turadigan, Allohning taqdir qilgani bilan rozi bo'ladigan holat keltira oladigan omildan iborat. Masalan, payg'ambarimiz bu vaqtda ajaban li amrul mu'min. Mu'minning ishi hayronmand. Buning butun ishi yaxshi ekan. Butun ishida savob bor ekan, butun ishida yaxshilik bor ekan, mukofot bor ekan. Agar uning biri yaxshilik kelsa, ne'mat kelsa, boylik kelsa yoki biri qaysi bir tarafdan bo'lsin yaxshi deb qaralgan, insonni so'yindiradigan bir ish bo'lsa, masalan maktab bitkizdi, diplom oldi, to'y qildi, ish o'rlash degan o'xshash. Bu Alloh shukr aytadi. Alloh rahmat aytadi. Allohning bergan ne'matining taqozosi bo'yicha yashashga taxmin qilishdi ekan. Alloh shukr deb qo'yib, xato yo'lda emas, og'zi bilan Alloh shukr deydi, ammo amaliy ish harakatidami, o'tirish qo'pishidami, yeb ichishidami, iymonning taqozosi bo'yicha ish qilish o'rni. Agar uning biroz sinoq kelsa, musibat kelsa, dard alam kelsa, xabolik kelsa, bu dard alamning soni bugun sanashdan oz yo'q. Xo'sh. Bu yerga jon bel qo'yib etmaydi. Bo'shab ketmaydi. Bugun biz kelgan xabolik musulmonlarchilikdan deb tuzkorlik, nonkorlik qilmaydi bir qism pasib insonlarga o'xshaydi. Ismini qo'yib qolgan iymon, ammo amaliyotida, fikrda, dunyo ko'z qarashida, ideyasida chatoq chiqqan bir insonlar. Bugun biz kelgan xabolik islom deb qo'yadi. Xo'sh. Agar bu insonga mu'minlik sifatida erishgan bu insonga bir xabolik musibat kelsa, bel qo'yib etmaydi. Bardashlik bo'ladi. Aldı qarab mağdı. Sebep netij kanunu boyunca harakat qiladi. Hem bu xil xabolikdan chiqish uchun bu cho'qib tirishidi. Bu onun yaxshilik qildi. Çünkü bu Allah'ın takdiriga razı oldu ve bu xabolikdan chiqib ketishni Allohdan madad tilgan holatda aldı qarab mağdı. Yani xabolik kelsa iymondan chiqib ketmaydi. Xabolik keldi deb shaytonning yo'liga kirib ketmaydi. Xabolik kelsa to'g'ri yo'lda mağdı. Dünyanın to'shqizib kerak boylik, ne'mat yoki mansab ish kelib qolsa, ya da hakavrlik qilib, mutakabbirlik qilib shaytonning yo'liga kirib ketmaydi. Har holatda Xo'sh. iymoni bilan, taqvolik bilan, shukri bilan, sabr bilan yashaydi. Bu bundan ruh kelgan vaqtida, bu xil turdagi iymon insonning qalbiga yerlashgan vaqtida, u vaqtida insonning hayotida bu ta'sirini ko'rsatishga boshlaydi. Xulosada vaqtimizda bu iymon degan qalb bilan tasdiqlaydigan, tili bilan e'tirof qiladigan va amaliy ish harakati bilan namoyon qiladigan bir narsa bo'lganligidan, shu bu iymon amaliy ish harakatidan ayrilmaydi. İymonni amaliy ish harakatidan ayirib etgan bo'lmaydi. Bu iymon amaliy ish harakatidan ayrilgandan keyin so'g'uq,
ölek, cansız, passiv. Dünya öğrenip tutsa meşlesi karı yok. Fakat koskının toyğunu tutup bilgen koşar. Aşağı ölek bir yerge ekkep koy. Hoş. Nima uchun bu yerda iymon yaxshilardan yoki amaldan ayrilmaydi desak, iymon yaxshilar orqali kuchaydi. Yaxshilar orqali taxmi uning ta'siri jonlanadi. Gunoh ishlar orqali, xato ishlar orqali iymonning ta'siri ozishib ketadi. Olimlardan bir shunday degan ekan, iymon insonning qalbida bir oq chekit bo'lib ko'rinadi. Misol olsak deydi. Hoş. Bir insonning iymoni kuchaygan sari yoki uniki qilgan yaxshilari kuchaygan sari bu oqchik cho'ng'iydi. Bu inson har qaysi tarafdan o'zini mukammallashtirish uriniga vaqtida samimiylik bilan, ixlos bilan, aktivchanlik, harakatchanlik bilan buning qalbi op-oq pak bir holat keladi. Bu iymonning ta'siri. Endi munofiqlar yoki ishki yuzlamalar yoki shunga o'xshash salbiy illat bo'lsa bu qarchilik bo'lib ko'rinadi. İnsan günah işlerini kılayverse, hata işlerini kılayverse bu karşıya tedricen çoğuydu. Bu hata işleri köpeygence bunun kalbini karşıya çoğun daimine gelip kalbi tamamen karayıp tügeydi. Çünkü bir yerde imanın tesirinin aşığın olduğun nasıl yukarı dediğimizde birisi canlılık imanı olur. Ruhluk imanға, tirik imanға, canlılık imanı olur lazım. Samimilik bilen birlikte. Bir yerde pasiflikten, acizlikten, İmandaki soğuqdan bunlardan qutulish lazım. Hep yaxshilarni ko'p qilish, yomon ishlardan tamamen qo'l uzish lazım. Buniki nurg'un misollar bor. Bu misollarni bu yer so'zlashdan keyin ajdi yo'q deb qarayman qarindoshlar. Köptün köp rahmet. Hakikaten diğerlerdeki zamanımızdaki en kemçil buluvatkan, nurgun, fakat bizlam emas bütün İslam dünyasıdaki nurgunluğun Müslümanlarının bilgen işe düşüp kalgan bir iğir bir akıbeten var. Şuna müşahir sahada keyitli kılışımız, nurgun cihetlerde pasif halet yaşışımızın sebebi mi? Özümüz itiqat kılgan, iman etkan, bu dinimizde tegişlik revişte amel kılamağanlığımız, iman talep kılgan taqaza bu yaşayamağanlığımız sebepten bu pişkelçilikten taatibatımız. Hem de yukarıda söylep ötülgen bunun münasebetli şekilde imanın şu təsirini her insan özdeki şunu küçeytişinin ki en asaslık amiller hakkında bir şey yaz. İmanın təsirini aşırdıgan amiller hali köp. En bu amillerin ki en mühimi hakikatli müstahkem duruş ve öz işenç kılış ruhi, yitil duruş da ibaret. Hoş. İmanın təsirini aşırdığın ne? Ne dedik? Hakikatli müstahkem duruştur. En mühim amil. Bu dünya hakikat bilen güzel. Hakikat bu vakit dünya güzelleşiyor, dünya doğru olma. Hakikat küçük iyi olan vaxtda insanlar özündeki canlardan, izzet şerifinden, abroydan, mal mülklerden ve başka neslerden amallık erişeli. Şununla birlikte insanlık hukukunu ve mecburiyetlerini tonup gitarlı. Hakikat küçük iyi olan vaxtda. Hoş. Biz hakikatdan dair kan. Mesela Allah'ın barlığı hakikat. Allah'ın yegani zat ekanligi hakikat. Allah'ın ki zatının, sıfatlarının hiç qanday bir məxluqqa oxşamaydiganligi hakikat. Peygamberler hakikat. Kıyamet gününün bolduğanlığı hakikat. Hoş. Kur'an-ı Kerim hakikat. Allah'a iman keltirish ve Kur'an, sünnet bayan kılgan gaybi işlere iman keltirish bu mu hakikat? Şuna da Kur'an-ı Kerim'in hak bilen batılını, doğru bilen hatani, fazilet bilen reziletini ayırıp bergüçe bir kitap ekanligi bu bir hakikat. Bunu Müslümanlar hemmisi yadı bildiğin hakikat. Ama bundan başka bir hakikatlar. Adalet taraf tuturuş, adaletli qoğdaş bir hakikat. Hoş. Erkinlikni qoğdaş, erkinlikni teşebbüs qilish, qulluqqa qarshi turish bu bir hakikat deymiz. Zulümge baş egmeslik, başkalar zulüm qilmaslik bu bir hakikat. Özünki sağlam bo'lgan yoki to'g'ri bo'lgan huquqlarni qo'g'dash bu bir hakikat. Tuproqni o'zidan zeminini, o'zidan zeminini yoki vatanini qo'g'dash bu hakikat. Haq
gap qilish, haqiqatda mustahkam turish, to'g'ri gap qilish bu haqiqat. Qulil haqqa walau kana murra. Agar sening zina bo'lib qolsa-mu, haq gap qil. Bu haqiqatninki yuqorqi bir misollar. Xo'sh. Buningki diniy tarafi va milliy tarafi va insoniy tarafi va. Buning hammasi haqiqat. Bu haqiqatda mustahkam turish, bunida ching turish, bel qo'yib etmaslik, buni himoya qilish, bu iymonda mustahkam turganlikning namoyandasi. Chunki bugun kunlikdagi insonlarning haqlarini yo'qotib qo'yishi, haqiqatdan qovdiyanmasligi yoki o'zi eng muqaddas deb qaragan e'tiqodiga ega chiqmasligining sababi haqiqatda mustahkam turolmasligi. Eng cho'ng. Agar haqiqat mustahkam turish burundan tatib davomlashgan bo'lsa, bugungi bu qadar xafalık, bu qadar xo'rlik yuz bermagan bo'ladi. Bugun qarasak haqiqatdan shakllantirish, baza topgan, axloqni buzish avjagan bir zamonda. İmani haqiqatlar mustahkam turish, axloqiy haqiqatlar mustahkam turish bu dal iymonninki sog'lom ekanligining isboti. Bugünkidek nurg'un insonlar kufr yo'lini tanlagan, ko'plagan insonlar erkinlik ya u bu deganga o'xshash xato atalg'ular bilan ozg'unlik shaytonning yo'lini tanlagan bir zamonda. Xo'sh. Soni oz bo'lsa-mu, atrofidagi insonlarning bir qismi xato yo'lni tanlagan bo'lsa-mu, o'zi e'tiqod qilgan haqiqatni, iyoniy prinsiplarni haqiqat deb ching turish bu haqiqiy musulmonlikning o'lchami. Bu musulmonlikning haqiqiy namoyandasi. Bizde kamchilik bo'layotgan narsa jonliq iymon bilan birlikda o'zimiz e'tiqod qilgan narsada mustahkam turolmasligimiz. Jonliq turolmasligimiz. Buningga jonimizni, qonimizni, mol-mulkimizni va boshqa narsamizni taqdim qilolmasligimiz. Hammadan muqaddas deymiz, ammo shuni qo'g'dash uchun, shu haqiqatni mudofaa qilish uchun badal to'laydigan yer kelgancha biz bormi yo'qmi? Bu vaqtda bizning haq maydon ching turganligimiz yo ching turolmaydiganligimiz shu yerdan bilin. Ama buna qo'shimcha o'z-o'ziga ishonch qilish masalasi. Bu mu iymonni oshiradigan eng muhim omil. İnsanın o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi nadiku. Balkim bunaqa bir qism psixologlar, faylasuflar turli izohatlarni berishi mumkin. İnsanning o'ziga bo'lgan ishonchi hammadan burun Allohga bo'lgan iymondir. İnsan insoniy kuchga tayangan vaqtida o'zining ojizligini hamon bir kun his qiladi. Çünkü insanın ahvali o'zgardi. Bugun kuchli bo'lsa, at ojizalat kelib qoldi. Ammo ojiz chiqib qolmaydigan, mag'lub bo'lmaydigan, butun koinotning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tayangan inson bu o'z-o'ziga ishonch turg'izadigan, Alloh menga madad berdi, yordam berdi degan bu e'tiqod erishadigan inson o'z-o'ziga ishonch turg'izadigan insonningki eng dastlabkisi. Birincisi Allah'a iman keltirish, o'z-o'ziga ishonch turg'izda. Ikkinchi birisi o'zi e'tiqod qilgan prinsipning haq ekanligini mustahkam turish. Bu ikki narsa bilan inson o'z-o'ziga ishonch turg'izadi. Allohga ishonib ishon. Men Allohning yo'lida mansab, Alloh menga madad berdi, yordam berdi. Allohning digini qilsam men izzat sharaf bilan yashayman. O'zimga o'zim ega bo'lgan, xo'jayin bo'lgan holat yashayman deydigan bu ruh ega bo'ldi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda kataballohu la aghlibanna ana va rusuli. Ve başka ayet karsa ve la yec'alallahu lil kafirina alel mu'minin sabila. Mu'minler kafirlardan mağlup olmaydı. Ayet hak mı olsak? İmanımız var mı? İmanımız mı? Lekin bugün tamamen onun aksi. Sebep nedense iman şartının hazırlanmaganlığı. İman ruhininki payda olmaganlığı. İmanın hararet derecesinden yükselmegenliği. Uxlayotgan iman bo'lg'achqa bir mag'lubiyat. Xo'sh. Buniki tarixiy misollar, sanoqsiz misollar. Mesela Osmanlılar misolga olsak, 400 ga yaqin odamninki cho'ng bir buyuk bir davlatni qurilishi bir qabilaniki ruhi bilan, ya'ni qabila oldi bilan, nereden şekil iman ruhi bilan shakllandi. Bu bir misol. Bu yerdagi yashagan bosh bir şey misol değil. İman ruhi bilan bo'lgan vaqtda mag'lubiyat yuz bermaydi. Peygamberimiz bu haqiqatni ta'kidlab,
Agar 12 ming odam haqiqiy iymonliq, jonliq, ruhliq 12 ming odam bo'lsa, ozliq kelmay son jihatda. Bu odamning ishonchi beradigan narsa bu. Ikkinchi birisi o'zimiz ishonayotgan narsada. Biz 100% zat haqiqat keskin deb e'tiqod qilamiz yoki jonning baxshiga ko'ra yoki shamolning kelishiga qara olganing desam. Prinsipda mustahkam turolmaslik bu insonning o'ziga ishonchi qiladigan, ishonchi qilmaydiganlik belgilaydigan narsa. Demak, inson o'ziga ishonchi qila oladigan yoki o'zining e'tiqodiga, o'zining qimmat qarishiga, o'zining kimligiga ishonchi qila olsa, bu nurg'un kuch-quvvatga ega bo'ladi degan. Haq egasininki o'z kuchli turishininki sababmishadi. Nima ish qilsa mening haqqim bo'lg'achqa deb kuchli tura oladi. O'zining haqqining bor ekanligiga ishongan inson jani ojiz bo'lsa-mu, boshqa bir zo'mgarning, mustabidning yoki mustamlikchining oldida mustahkam tura oladi. Masalan, Uyg'urlar misol qilaylik. Shuncha ular cho'ng bir dushmanning oldida bo'ldi, bu ishning foydasi yo'q, avvar bo'lgandan keyin hojati yo'q. Bizdan tugashgan yüzlerce yıllarca hiç çıkılanmadık da bel koyup etmeyi yedim yana. Vatanımızda qaytara alayımız, düşmanımızın intikamımızı alalayımız da şuar to'lab. O'zininki iymoni ruhini, mustaqillik ruhini namoyon qilib turish ruh bu nima ekan? O'zining haqqiga ishonganlikdan keldi. Mening haqqim bor deganlikdan keldi ojiz bo'lsin. Xulosalgan vaqtimizda dinimiz musulmonning har qaysi jihatdan kuchli bo'lishini umid qildi. Xo'sh. Har qaysi jihatdan. Al-mu'min qawi khayrun va ahabbu ila Allah min al-mu'min da'if. Kuchli mu'min yaxshi. Kuchli mu'minning ortiqchiligi ilg'aramidi. Bu yer kuchlilik, iymonda kuchlilik. Axloqiy fazilat kuchlilik. Bilim ma'rifat kuchlilik, siyosat kuchlilik, iqtisod kuchlilik, fikrda kuchlilik. Badaniy kuch-quvvat kuchlilik, texnik bilishlikka, istixborotchilikka, qalamkashlikka, tashviqotchilik qaysi bir sohada bo'lib qolsa, yana bir selishtirgan vaqtida kuchli bo'lib qolsa, buning aloyidligi yana bizdan shukr edi. Xo'sh. Bu yerdagi doirani kichik bir doira cheklab qo'yish qilmaydi. Faqat badanning, jismning kuchini qo'shib cheklab qo'yish qilmaydi. Garchi u mo'yin bo'lsin. Hammadan mo'yin bo'lgani iymon kuchi. Hammadan mo'yin bo'lgani axloqiy fazilatning kuchli bo'lishi mo'yin. Bir odamning jismi kuchli bo'lgan bilan garchi o'zini u bu deb da'vo qilsa-mi? Yoki o'zini men mujohidchi yoki muhojir deb da'vo qilsa-mi? Ammo uning til bazab bo'lsa, axloqi nachar bo'lib qolsa, nima qimmati bor uning badanining kuch-quvvatini? Bu dushmanga mushatamman o'zining qarindoshiga nochilik qilsa, nima qimmati bor bu badanning? Bu yerda o'zining joyini topib qilish lozim. Kuchli mu'min, ojiz mu'mindan yaxshi. Eng kuch-quvvat iymon, güzel ahlak, prinsipta yoki ideyada mustahkam turish, kuchli bo'lish. Siyoset kuchli bo'lish, iqtisod kuchli bo'lish, o'zining kasbida kuchli bo'lish, qaysi bir sohada bo'lsin. Bu yana birisi qarg'an vaqtida ishlamaydigan bir o'ringa nisbatan ishlaydigan odam yaxshi. Kasbi yo'q, baka cho'glab yurgandan oddiy bo'lib qolsin bir kasb qila oladigan u yaxshi. O'zining turmushi qarta yana birisini kuchli bo'lganlik uchun. Xo'sh. Dinimizda aytdiki, mu'minning har qanday yaxshiligi, buni yomonlik kelmaydi. Agar iymon shartiga tushgan bo'lsa. Buni to'liqlashga kuch chiqadi. Ko'ngil bo'l, ojizlik o'zi o'zidan to'liqladi. Lekin bel qo'yibdi, bo'shab ketmaydi, tugishab ketmaydi. Oxirgacha biz buni ilgari to'xtalib qo'yasizmi? Demak, haqiqat tushuntirish musulmonlikning o'lchami. Biz musulmon deydik, shahodat kalimasini aytdik, ammo haqiqat kelgancha tushuntiramiz. Allohni bir dedik. Lekin bu e'tiqodimiz mustahkam turamiz. Payg'ambarimizni Allohning payg'ambari haq dedik, ammo uning hurmatimiz yo'q, uning yo'lida mangmaymiz, deganini qilmaymiz. Bu vaqtda biz haqiqatdan turgan bo'lmadik. Musulmon hargiz bu xo'rlikni qabul qilmaslik kerak. Bu haqiqat. İzzat sharaf bilan yashash kerak. Bu haqiqat. Buning ching turmatamdik, ching turmatamdik. Buning ishini o'tamdik, ishonmatamdik. Ishongan bo'lsak, ruh eshish lozim. İşenmeyen olsak aldık yanında destigen bo'lamiz. Gerçi belki bana bo'lishi mumkin ba'zidan. Lekin biz haqiqat deb qarsak shu narsada, bu yerda mustahkam tura olsak, bu iymonimizning alomati, musulmonlikning o'lchami bu. İymonimizning samimiylikning ifodasi. O'zimiz Qur'on, sunnatga kelgan haqiqatlarga va boshqa insoniy haqiqatlar ishini bo'lib qolsak, buning uchun chang turishimiz lozim. Kuchimiz oz bo'lsin, ojiz bo'lsin, u ikkinchi masala.
Bizning kuchli qo'ygan narsa sonning ko'pligi emas. Biz o'zimizningki ishinayotgan narsani mustahkam tura olishimiz, tura olmasligimiz bor. İnsanni haqiqat mustahkam qiladigan eng muhim omil yuqori deganimizdek sog'lom, jonliq iymon. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. G'am qilish yo'q. Bo'shab ketish yo'q. Ojizlab qolish bo'lmaydi. Ustunlik qachon qo'lga kelsa iymon kuchli bo'lgan vaqtida. İman ruhluq bo'lgan vaqtida, iman aktiv holatga o'tgan vaqtida, shaxsiy hayotda, ijtimoiy hayotda, fikr tasavvurda, idorachilikda bo'lsin, yanimizda bo'lib qolsin, o'zining ta'sirini ko'rsatgan vaqtida ustunlik shu vaqtda boshlanadi. Demak biz bu haqiqatlarda mustahkam tura olsak, bunaqa badal to'lay olsak, u vaqtida biz iymonimizni oldiga oshirgan bo'lamiz, taraqqiy qilgan bo'lamiz. Lekin masjidga vaqtida, masjid ochiq vaqtida bor, ammo boshqa maydonga kelgan chog'da qochadigan holat kelib qolsa, yoki meni nimkorim deydigan bo'lib qolsa, u vaqtda haqiqatning bir qismiga ishonib, bir qismiga ishonmagan bo'lib qolamiz. Haqiqatan deganlardek Peygamberimizden bir hoş bisharet var şunda bir devirde yaşayatımız yani fetuba lil guraba yani bugün imanda müstehkem turman, dinimde müstehkem turman degan bir kişi mayli yosh bo'lsin, boshqa har qanday bir saada bo'lsin. Jamiyatdagi nurg'unlagan har xil o'zi bilganini qildigan insonlarning orasida miskinlik his qildigan, g'iriblik his qildigan, yolg'iz suraydigan, o'zini bir yolg'iz his qilib qoldigan bir jamiyat hamda. Har tarafdan qo'rshab turgan havoyi havaslarning ichida yashayotganda, ashundaq mustahkam turgan iymonida, ashunda bir davrda ularning mukofotining asli bo'lganligini payg'ambarimiz ta 1400 yıldan artıq vaqtdan burun bu bisharatni bergan ekan hamda. Shu yuqorida so'zlab o'tilgan kuchlik ruh, iymon bo'lgan vaqtida Musa alayhisalomning nimiz vaqtida qavmi bilan qochib mangan vaqtida butun Firavunning qo'shinlari hammasi orqasidan qo'g'lab kelib, "Voy bizni tutib olgan bo'ldi" deganda, o iymon shu Musa alayhisalom va uning qavmi iymon keltirgan Allah, ya'ni shu Allah hamda o'zgargani yo'q. Shu katta iymon bilan bugungi dunyoning Amerikasi hamda Firavun qo'shini. Asla mumkin emas. Allah bizni saqlab qoldi degan so'zi ham mashhur so'zi. Qiyomat kishi har bir mu'mindan deyish kerak bo'lgan bir so'z. Hamda shundaq bir iymonda bo'lish uchun albatta o'tkir bir aql. Bu so'zni desam da albatta ba'zi savol kelishi mumkin. Yani her qanday insan mening aqlim sarangli bo'lmagan bo'lsa aqlni da'vo qildi. Yani her aql to'g'ri yo'lga boshlay olamdi yoki masalan o'tkir aqlning iymonning ta'sirini oshirishda roli bormi yo'qmi? Buni qanchalik to'g'ri xato degandek bo'lmasligi. Albatta o'tkir aqlliq inson hayotiga kelsak, buning hayotida iymonning ta'sirini oshiradigan kuchlik sabablar, omillar ko'p chiqadi. Çünkü dinimiz qarsa, dinimiz aql üstü qurilgan bir din. Qanoatlantirish üstü qurilgan bir din. Tushunish, bilish üstü qurilgan bir din. Çünkü dinimiz tavhid masalasiga kelgancha fa'lan bilib boshlaydi. Bil tushandi. Boshqalarning diniga o'xshamaydi. Bilsang, bilmasang, e'tiqod qilib bermaydi. Tushunishga buyurdi, tushunishga tashabbus qildi, analiz qilishga qiziqtirdi. Xo'sh. Aql ishlatishga, aqlni yuksak darajaga chiqarishga davomli buyuradi. Aql insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi deb qaraymiz bizning dinimiz. Nasıl bizning dinimiz qarsa, bu vahiy bilan aql hargiz ayrilmaydi, ayrilishni qabul qilmaydi. Boshqa dinga, boshqa falsafa, boshqa nazariyaga o'xshamaydigan alaylik shu. Shu u davr andaqda, bu davr mandaq degan gap islomga tushmaydi, boshqalar tushsin. Shu boshqalarning dopisini islom kaydugini bo'lmaydi. İslamda aql bilan vahiy bir-biriga zid kelmaydi, bir-birisidan ayrilmaydi, ayrilishni qabul qilmaydi. Endi bu o'tkir aqlliqningki iymonni kuchayish roli kelsak, albatta bu mutafakkir insonlarningki yoki bir qism tadqiqotchilarningki aqli o'tkir odamlarningki iymon kirganlik voqeasi nurg'un buningga shohid misol bo'ladi. Bu u doiraga kirmaydi. Biz jamiyat kishilar tushunishga bo'lgan ta'sir haqida to'xtalaylik. Xo'sh. Yo'q esa avom xalq tushunadigan bir haqiqat shuki, o'tkir aqlliq inson
haqiqatni topib chiqish uchun tafakkur qil. Haqiqatni mustahkam turish yo'llari haqida izlanadi. Nim bilan izlanadi? Aql bilan izlanadi. Ish harakatlarda aql bilan ish qiladi. O'ziga hokim bo'la olgan bo'lsa, aqlninki ta'sir bilan hokim bo'ladi. Chiqargan qarorlarda, ish harakatlarda, faoliyatlarda hissiyotda aynib ish qilmaydi. Xo'sh. Buni nimalar qilish mumkin? Chunki aql insonni xatolikdan saqlab qolgan omilniki eng muhimlaridan birisi. G'ayib bilan birlikda. Ammo hissiyot, tantaklik, oldiroqsonlik insonni pushaymon boshlaydigan xato yo'llarniki qatori. Bu o'tkir aqlli inson imkoniyat doirasi bo'yicha harakat qiladi. Harakat qilgan vaqtda xiyol ustiga qaror chiqarmaydi. Xiyolga tayanib plan tuzmaydi. Xiyolga tayanib ish qilmaydi. İmkoniyat doirasi bo'yicha ish qiladi. Boshqalar nasihat qilsa qabul qil. Aqlli inson, o'tkir aqlli inson. To'g'ri ish nada bo'lib qolsa, boshqalar bo'lib qolsin, uni cho'ng kichik demasda, uni qabul qil. Am bu gaplarni imomlar nimalar qilsa deyshim. İjtimoiy hayotning misollariga keltirib, nimalar qilsa deyshim. Bir oyatdagi misolni izohlayman. Alloh Qur'onda aql egillarini ko'plagan yerda hurmatladi. Xo'sh. Madinada qadrladi. Alayda insonlar. Endi aqlni ishlatmagan, Alloh aql basma aqlni ishlatmagan, izlanmagan, tafakkur qilmaydigan, tamg'i ustumigacha o'zining yo'lini topolmaydigan bir insonlar. Bu insonlarni aybladi, tanqid qildi. Tafakkur qilmaslikni bu insonga yarashmaydigan bir holatdir. Musulmon emas, insonga yarashmaydigan bir sifatdir tafakkur qilmaslik. Masalan, inna sharra dawab indalloh as-summul bukm allazina la yaqilun. Maxluqlar eng nachiri. Haqiqatni anglag'olmaydigan, haqiqatni so'zligini unutmaydigan, tafakkur qilmaydigan, izlanmaydigan bu odamlar. Buningda ig'ir haqorat bo'lmaydi. İzlanmaslik, o'qimaslik, tafakkur qilmas. Bu tafakkur qilish uchun o'qish lozim. Xo'sh. O'qimagan chog'da tafakkurni oshug'inmaydi, bilim ma'rifatni oshug'inmaydi. Demak, bu iymon bilan zich munosabatli bo'lganlikdan Qur'oni Karim aql egallari bu hidoyat boshlaydigan bo'lishqa aql egallarini hurmatlaydi. Aqlni ishlatgan odamlarni madhilaydi, ammo ishlatmaganlarni tanqid qiladi. Bundan amili ijtimoiy misolni olaylik, iymon bilan munosabatlarni. Masalan, aqlli bir musulmon birisidan aziyatga duch kelgan bo'lsa, yoki birisi nadonlik qilib uni haqorat qilgan, kamsitgan bo'lsa, aqlli musulmon nima ish qiladi? Uni afu qilib o'tadi. Fa'fu wasfa'u degan oyatga amal qil. Bu ahmoq bilan tamomlaydi. Bu nodon bilan tamomlaydi. U mayli Facebookda olsun, WhatsAppda olsun, qalaymigan igizpas so'zlagan, tuhmat qilgan, quruq gap taqatgan bo'lsa, ko'z yumadi. Bu ahmoqlikdan bo'lib, tang'olab ish qilish yumaydi. Bu aqlli musulmonni qilish. Ya'ni ishninki foyda ziyinini o'lchab qilalaydi. Siyosiy ishdan foyda ziyinini o'lchagan bo'lsa, ijtimoiy ishdimi, fikrdimi, munosabatdimi, buni mi o'lcham qiladi? Musulmonlik suftidan Xo'sh. qadam bosadi. O'zidan to'van kishilar kamtarlik qildi. Aqlli musulmonning xarakteri, mayli uning ilmi qanday bo'lsin, mayli unvoni qanday bo'lsin, mayli iqtisodiy ahvol qanday bo'lishiga nazar o'zidan to'van odam bo'lsa, kamtarlik qildi. Bu aqlli musulmonning xarakteri. Biz pulim bor deb mutakabbirlik qilsa, musulmonlik suftiga tushamdi? Tushmaydi. Uni o'tkir aqlliq deyishga bo'ladi, pulni topa olgan bo'lsin. Agar o'tkir aqlliq bo'lgan bo'lsa, mutakabbirlik qilib do'zax qadam bosmagan bo'ladi. Kibrlikni kim mendan talishdi degan, uni do'zax tashlaymiz dedi Alloh taolo. Kibrlik qilmagan bo'ladi. Xo'sh. Yana biz yana bir soatim o'xshash. O'zidan to'van odamlar kamtarlik, musulmonlik sufti. Demak, aqlni ishlatganlik uchun qiladi. Ishdan natijasiga qarab qil. Yaxshilar o'zidan yuqori odamga intil. Fazilatli kishi bo'lib qolsa, millatga, musulmonlarga, islomga foyda yetkazgan kishi bo'lib qolsa, bu yer nima uchun men yaxshini qilmayman deydi.
Mesela ilmi iş olib qolsa, palani qo'shin nima ish qilmayman, jiq o'qimayman, ko'p o'qimayman deb raqobatlashadi. Bizsa millatning kelgusi aloqador bir planni qilgan bo'lsa, nima uchun men mayda bir ishni qilmayman deydi. Birisi ojiz yetim yesirlarni yoki o'quvchilarni yoki millatning kelgusi bo'lgan o'quvchilari, masalan, bir boy deydi, 5 o'quvchidan chiqimni ko'tarib, 5 yillik yoki 10 yillik ko'tarib yetishtirgan bo'lsa, 5 dan ichidan birsi yaramliq chiqqan bo'lsa, professor bo'ldi, birsi injener bo'ldi, birsi ham bizdasi yasib deydi. Yoki bir saat yetishib chiqdi. Bu yaxshilik men nima uchun qilmayman deb buni baslashadi mesela. Gap qilishda ilgari aqlli inson o'ylab gap qiladi. Tili hokim bo'la oladi, qo'li hokim bo'la oladi. Yaxshi gap bo'lsa, savob bo'lgan bo'lsa qiladi, savob bo'lmaydigan ish bo'lib qolsa, gap qilmaydi. Agar fitna fasod, quruq gaplar avjagan zaman bo'lsa, o'zini kontrol qilishi kerak. Bu musulmonlikga yetmaydi bu yer. Bu yer o'tkir aqlli qilish lazım. Qachon gap qilishni, qachon sukut qilishni bilish lazım. Bizning tilimiz bo'yicha sona, singa yak sab degan o'xshash. Foyda qiladigan yer gap qilib, foyda qilmaydigan yer sukut qilishni bilish lazım. Qachon nasihat qilish, qachon kechiktirish, qachon dam vaqtida raddiya javob berishni bilish lazım. Bu aqlli insonniki qilgan ish. Bu aqlli inson biror yaxshi bo'lib qolsa, hasad qilmaydi. Kim qilgan bo'lsa, madad berishga tirishadi. Qo'llashga tirishadi. Oshkor olsun qo'llashi yoki yushirin bo'lsin. Xo'sh. İnsafdan ayrılmaydı. Aqlliq o'tkir kishi. Bilim egisining hammasi insof bo'lmaydi. Pul egisining hammasi insof bo'lmaydi. Lekin o'tkir aqlliq musulmonda insof bo'ldi, hayodan ayrılmaydi. Qaysi soat bo'lsa, qanday unvan maqomga ega bo'lsin. Insofdan, hayodan ayrılmaydi o'tkir aqlliq musulmon. O'tkir aqlliq musulmon ochko'zlik qilmaydi. Bilarmanlikni da'vo qilmaydi, kibrdan saqlanadi. Bu işten hamısı iman bil alakası var mı yok mu? Hiç alakası var. Bu iman fakat mescidki ruku secdeden ibaret emez, içtimai hayattaki faaliyetten ibaret. İçtimai hayattan ibaret bu. Bizim bütün hayatımızı kontrol kılan çok bir kalkan bu, korgan bu. Bu akıllık insan, sosyetikler olsun, yürüyüş duruşlar olsun, gap sözler de olup kalsın, bu iş doğru mu, hata mı, halal mı, haram mı da bunu ölçep kılar. Bu o'tkir aqlliqning natijasi. Demak, bu yerda insonning o'tkir aqlliq bo'lganligi uning iymonini oshirishga eng muhim omil, eng muhim omil. Endi buning ta'tirisini misol qilsa, kallasi ishlamaydigan deydi. Ya bo'lmagan bo'lsa, bir sadda deydi. Yoki nadan yoki bilimsiz deydi. Oxirgi 20-30 yil jarayonida millatimiz ichida xato fikrlar avj oldi. Aşkın fikirler bazılardan tarafidan bazar selindi. Debdebilik halatda o'ttirib chiqarildi. Millat bu yer qaymoqdir oldu. Kim tarafidan chiqarildi? Kimlar buni qitilib ketdi? Kimlar shu xato fikrni qo'llab ketdi? Agar shu o'tkir fikrlik bir musulmon bo'lgan bo'lsa, ishning foydasini o'lchaladigan, to'g'ri xatosini biladigan bir musulmon bo'lgan bo'lsa, xato fikrni qo'llandi. Hata fikirden kendi mağamdı. Demek bir yerge nadarlık, ansızlık, savadsızlık, fikri savadsızlık, xat yazalım, kitap okuyalım, fikri savadsızlık, İslam'ın kendi dağını düşenmezlik, işinin aldı kendini ölçüyenmezlik, bu milletimizge ağır derece nurgun kapılıklarını epkeldi. Yeni mi epkenmekti? Hazır kadar bilim ilgililerden kendi mağlası, yoki olimlarning yo'l tutib manglasi bugun kunlikda hammasi mufti bo'lib oladi. Hammasi damal bo'lib oladi, vaizlarning ko'pinchisi damal deb nom qo'yib oladi. Hammasi siyosiy bo'lib oladi. Hammasi ham biznesi bo'lib oladi. Xo'sh. Endi qarsak, Afsus. Unda emas, afsus. Demak, bu yerda o'tkir aqlli bo'lish bu iymonni jonlantirishda, iymonni taraqqiy qildirishda, sog'lom fikr, sog'lom ideya ishlab chiqarishda buni alohida roli bor. Millatni sog'lom yetaklab menish yoki o'ngcha oshqon yoki so'lcha oshqondan himoya qilib qolgan eng chong omilning birisi o'tkir aqlli, sog'lom iymon. Shu o'tkir iymonga, o'tkir aqlningki albatta iymon bilan zich munosabati bor. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan. Güzel oldu. Hakikaten yani so'zlab kes bunun nurg'ulg'an misollar keltirilishi mumkin.
kupayı düşünüşlük oldu dep qarayman. Allah razı olsun. Qadrli görürmenlerimiz, şuna kalıp bugünkü 102. sanımız bu müşahede ahırlaştı. Allah subhanahu ve teala sözlep ötülgendek qadrli görürmenlerimiz. Bugünkü 3 sualdan tüketken olduk hamle. Ötken saatteki temanın bir hulaslıgan şekilde oldu hamle. Nurgullarımız ötkende azraq programdan ahırda gap qildim. Faqatlam köpünçe şu cemiyetke qarsak atrafımızda nurgulluğan passiflik. Faqatlam bu imanninki men Müslüman dep qo'yishimiz veya ki Uyg'urning farzandi tug'ilib qalsaqlam, Müslümanlar cemiyetida yaşap qalsaqlam, özümüzni kim Uyg'ur, Müslüman dep shunda ya bu hatta la ilahe illallah nima nurgullarimiz tushunib diyemasligimiz mumkin ba'zilar. Şunu diyalişimizin özlem Müslümanlıqның dairesiga, Müslümanlıqni baja keltirayotgandek his qilmasligimizning naqadar muhim ekanligi, bu tushunchaninki qancha xato ekanligini cho'nqur tunib yetishimiz kerak hamda. Bu islom bunchalik bir oddiy din emas cho'ndi. Yani dunyoda eng aqlli har qanday bir narsaninki bugun bir yasligi bollarimizni bilsakmi, yaslining bir qoida qonuniyatlari bor hamda. Saat manchili balığınızı akab birsiz, manchili açıp gitsiniz. Manda nas o'qitimiz bu yerda. Shu yerga shuni yaslini ochgan odamning yoki o'qituvchining degan gapini anglab, rozi bo'lib akirib birimiz shu shaklda shu yasliningmi tuzumiga rioya qilib mangamiz endi. Hargiz men birisi qop deyolmaydiki, men xohlaganda akilman, xohlaganda akammayman. Madasini bo'lmabdi, meni yo'q qilayli deb unda fikr qilolmaydi. Xohlasangiz balığınızı bermaysiz bu yerga. Bir misal şekilde hamdi. Müşünkü ola bir ulug' din, her narsimizga yol ko'rsatgan, yol yo'riq bergan bir dinninki bizden talep qilgan, bizga buyurgan narsalarni qilmay turib, yana o'zimizni bu islomninki bir a'zosi deb yursak, na dunyoda na oxiratda hech bir narsaga erishamaydiganligimiz normal bir azroq aqlimiz bilan tafakkur qilsak ham buning javobi chiqadi aslida. Cho'ng olimning qashiq berib so'rashning hojati yo'q bu masalada. Men o'zim da'vo qilayotgan, ig'izimda deyotgan, men musulmonman degan bu so'zimning mendan talab qilganlarini, cheklaganlarini ado qila oladimmi degan bir savol yetib asli. Alloh subhanahu va taolo iymonimizni o'zi talab qilgan shaklda kuchlantirib berishga, xatoliklarimizni tuzitish ruhiga, bu iymoniga, bu hissiyatni ato qilishini tuvanchik bilan so'raymiz Rabbimdan. Allah ömür berse aldığımızdaki hepte görüşükçe aman bu gaysları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.